konditsionerchiga borib 3 marta ovora bo'ldim borib, konditsionerimni problemasini topa olmayapti borib. Qaranglar. Konditsionerchiga bordim. Muzlatyapti, lekin havoni yaxshi bermayapti, yaxshi purkamayapti desam, birinchi bo'lib men Freonni alishtirib, Freonni o'zim olib berdim, yaxshi firmanikidan. Freonni alishtirib ko'rdik. Muzlatyapti, lekin havoni yaxshi purkamayapti. Okey, endi qarang, anaqa qo'yib ko'ramiz dedim men, anaqa дополнительный ventilyator bor, u laganda keladigan. Mashina ham alishtirib ko'rdik. Shunda ham rezultat bo'lmayapti. Uchinchi kuni ham bordim. Okey, releni alishtirib ko'raylik, relaydan bo'lsa kerak dedi. Releni ham alishtirib ko'rdik, bo'lmayapti dedim. Qara ukam dedim. Freonni alishtirdik, releni alishtirdik. Ventilyator qo'ydirdik, palon pulga oldik. Bu ham 300 mingga yaqin turar ekan dedim. Hamma narsani qilib ko'rdik, lekin konditsionerim muzlatyapti, lekin havoni yaxshi purkamayapti. U qayerdan bo'ladi u? Bo'lishi mumkin emas. Kompressor mana joyida normalniy ishlayapti, kachat qilyapti. But-butun dedim. Techka yo'q dedim. Chiqib ketmayapti dedim. Hamma narsasini ko'rdik. Relesigacha alishtirdik dedim. Xo'p, bu qara. Hamma narsa o'zining normada ishlayotgan bo'lsa, havoni purkab o'sha purka bera olmayapti. Qayerda bo'ladi? Lops bo'lishi kerak bo'ldi havoni purkash uchun dedim. Radiatorni misol uchun muzlatib beradigan ventilyator bor dedim. Bu relay ventilyatorga xizmat qiladigan bo'lsa dedim. Qayerdan kachat qiladi? Qayerdan bo'ladi bu narsa desam, ha, salonni tarp etgan tegidan dedi. Tarp etgan tegini bundoq ko'rsatdi-da. Mana okey, mana bu narsani aniq qilasiz. Mana shu narsani olib aniq qilish kerak. Olib tashlab lopslarni tozalash kerak. Bu dedi. Bo'ldi, yog'iga ukam. Xafa bo'lmadingiz, bergan pulimga roziman, o'zim qilib olaman dedim. Hozir sizlarga ham ko'rsataman. Lifehack qanaqa qilish kerakligini. Mana qaranglar, qanaqa qilasizlar. Mana bu shtekер, men o'zim uzib qo'yganman. Mana shuni. Işte ko'rayotgan bo'lsangiz agar uzasizlar. Shtekерni uzasizlar. Mana bu orqa tarafida gofr bor. Shuni sekin chiqarasizlar. Shu turishida sekin bitta klipsdan orqada qayirib olasiz. Endi bu juda qiyin, qo'l yo'li bilan uzatsanglar ko'rasizlar. Shuni qayirib turib, tirs etib unga bitta burab yuborsanglar, bo'ldi, chiqib ketadi. Mana ko'rasizlar, chang bo'lib ketgan. Bitta o'q o'sganda, o'shani men hozir chiqarib, mana shu joyiga jitkiz bilan anaqa moy tomizib yuborish kerak. Birinchi jitkiz, ozgincha 1-5 minutdan keyin moy tomizib yuborasizlar, yaxshi aylanadi lops. Mana aylanishini qaranglar. Og'ir bo'lib qo'ygan, og'ir. Juda og'ir. Mana shu motorchik dan havo kiradi. Qo'yayotganda eng muhim joyi, ahamiyat beradigan joylar, mana buni qaranglar. Bitta sizlar xonotimiyo metka, mana ko'k tizim. Metkani metkaga qo'yish kerak. Точно mana klipsa o'rtasi to'g'ri kelish kerak. Shu narsani cho'tga to'g'rilab qo'yasizlar. Esinglardan chiqmasa, mana bu gofrani qaytib tiqib qo'yasizlar. Xuddi o'zidek qilib. Men to'g'risi mashina ustasi emasman. Endi biron bir narsani qilish uchun mashina ustasi bo'lish shart emas-ku. Ozgina aqlli, fahmli ishlatsa bo'ldi. G'ildirak alishtirish uchun ham mashina ustasi bo'lish shart emas. Bu oddiy narsa-yu. Ko'pchilik bolalar qila oladi bu narsani.